Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Bugungi she'rimning mavzusi o'zing o'zingniki emas. Bundan ilhomlangan asarim Fotih Dumanning Men asari bor. Marhamat, she'rni boshlaymanda, so'ng gaplashamiz inshaalloh. Demak, sarlavhasi o'zing o'zingniki emas. Bu 5 kunlik dunyoda biz mehmonmiz, hammamiz. Sen ham ojiz bir banda, o'zing o'zingniki emas. Mol mulkingga quvonma, suyishingga arzimas. Boqiyman deb ishonma, o'zing o'zingniki emas. Mashina vositadir, emas u xoyu havas. Yurib tursa yetadi, o'zing o'zingniki emas. Ishonma chiroyingga, yuzing o'zingniki emas. Hamd aytgin Xudoyimga, o'zing o'zingniki emas. Alisher so'zi faqat qo'poldir, lek yolg'on emas. Yaxshi achchiq haqiqat haq yo'lga chorlasa bas. Demak, she'rimiz nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, doimgidek tushunganlar tushunyapti, izoh esa ba'zilar uchun xolos. Demak, bu yerdagi muhim jihatlari avvalo mashina vosita xolos. Ya'ni u uchun jon berishga arzimaydi. Mol mulkmi, mashinami, hammasi buyum, temir xolos. Bizdan qoladi. Keyingi jihati esa chiroy. Chiroyini Xudo bergan, ota-onamizdan yuqqan. U orttirilmaydi. Bu deganiki, chiroy bilan ishonishga arzimaydi demoqchiman. Gaplarim ko'p edi, lekin qisqaroq qilaman. Rahmat katagin, salomat bo'linglar.